ko'pchilik internetda qo'y olyapman, qo'y zakaz qildim deyapti, lekin kelgandan keyin o'zini aytgan qo'yi bo'lmayapti-da, internetda ko'rgan qo'ydan bo'lmayapti. Hurmatli obunachilar, bizni kanalni ko'pchilik kuzatar ekan, faqat obuna bo'lmasa kuzatar ekan. Albatta bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlar, mana meni bo'yim, bu qo'chqorimiz mana. Mana. Hop. Yur. O'ziga yurgisi kelmayapti. Hop. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, Ahmadulla Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Xo'p. Do'stlar, aka-ukalar, xo'p. Bizning kanal reklama kanali hisoblanadi. Bizda chorvachilik, hayvon, undan tashqari malina, xo'p, teplitsa, ko'ringki, hamma reklama xizmatidan olaveramiz. Do'stlar, biz o'zi aslida asalarichilik bilan shug'ullanardik. Xo'p, 1 yildan beri chorvachilikka o'tganmiz, asalarichilik tugatib. Shu chorvamiz ichida bitta qo'chqorimiz bor. Sinaqda yeb ichishiga xudo xolasa inshaalloh javob, kasalligi yo'q. 1 haftagacha bemalol garantiyalarini beramiz. Xo'p, vodiy bo'ylab xudo xolasa dastavkalari kelishilgan holatda mana shu bir donagina qo'chqorimiz bor. Xo'p, tish buzgan qo'chqor, kilosi 76,5 kilo hisobda. 76,5 kilo, xo'p, vesda. Uzunligini o'lchasak, o'tganli buni bolasini olganmiz. Bolasi ham xudoga shukr zo'r chiqqan mana, do'stlar. Xo'p. Ko'ryaptimi, operator? 79 santimetr bo'ylari. Do'stlar, uzunligini o'lchaydigan bo'lsak, mana shu yerdan hisoblansa kerak. Biz hamcha endi boshlaganmiz. Xo'p. Mana shu yerga keladigan bo'lsak, 1.10 uzunligi 1.10, 79 santimetr uzunligi, bo'yi. Xo'p, do'stlar, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Bu zo'r baqilgani yo'q hali. O'zimiz qo'rada turgan qo'y, bir marta bolasi olindi bu qo'ydi. Xo'p, aka-ukalarimiz, qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lsa aloqaga chiqsanglar. Manzillarimiz Andijon viloyati, Xonobod shahri. Xudo xolasa qo'yni aylantirib ko'rsatamiz. Operator, orqadan ko'rsatasiz. Qo'yimiz mana do'stlar. Qani yuringki, jonivor. Ay, yaxshi. Mana bunday olib kelavering. Kelavering operator. Hop, kel, jonivor, kel. Kelavering. Ha. Kelavering. Hop. Yur. O'ziga yurgisi kelmayapti. Hop. Mana hurmatli obunachilar, qo'yimiz to'g'ri, toza nasl hisoblanmaydi, endi toza emas. Chalish desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa, lekin hamma tomonlari yaxshi. Mana bo'y, ves, mana quloqlarining uzunligi, tishlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Do'stlar, mana sal zo'roqdan. Telefonni xiralashib qolishi mumkin. Ko'rdingmi? Hurmatli obunachilar, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Inshaalloh nasib qilsa olasizlar. Faqat bitta sharti bor, oladigan odam kelib, ko'rib, savdolashamiz qo'ydi ustida. Keyin shundan keyin o'zimiz dastavkalarni qilib beramiz, xudo xolasa. Kelishilgan holatda o'zimiz dastavkalarni qilib beramiz. Nimaga desalaring, ko'pchilik internetda qo'y olyapman, qo'y zakaz qildim deyapti, lekin kelgandan keyin o'zini aytgan qo'yi bo'lmayapti-da, internetda ko'rgan qo'ydan bo'lmayapti. Haligi telefonda katta ko'rinaverar ekan, kelgandan keyin kichkina deyapti. Shuning uchun kelsa, o'zi kelib, ko'rib, et boshini ushab, shundan keyin savdolashaveramiz. Do'stlar, kimga kerak bo'lgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xo'p. Mana shu qo'yimizning holati. Mana kimga hurmatli obunachilar, mana dumbalari shuni olib ko'rasiz. Mana do'stlar, mana meni bo'yim, bu qo'chqorimiz mana. Mana shu qo'chqor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bizga ozgina pul zarur bo'lib qoldi. Shuning uchun sotyapmiz. Do'stlar, mana bundan-da yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar.